haftalarcha mehr bilan murojaat qilib, har bir zobitning umri uning uchun qanchalar aziz ekanini ta'kidladi. O'sha kun u askarlar bilan oliy qo'mondon bo'lib emas, balki farzandining hayoti uchun javobgar ota sifatida gaplashdi. Men agar yoshroq bo'lsam aka, men shuni ochiq aytaman. Men sizlarning safingizga kelib o'zim o'tirardim. Ana shu tepada. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlar bilan gaplashdim. Sizlarni aziz hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Asranglar o'zingizni. Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapmiz. Ular kelgindilar, ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak? Torimor qilishimiz kerak. Shunday qilishimiz kerakki, birontasi qo'limizdan chiqib ketmasin. Bolam, mana shunday ahvol. Seni joning kerak menga, hayoting kerak. Terroristlar qisqa muddatda yo'q qilindi. Xalqning ko'ksiga qalqon bo'lib turgan sarhadimiz posbonlari ularning g'araz niyatlarini yankib tashladi. Dushmanni yer bilan yakson qildilar. O'zbek askarlarining kuch-qudratini nazarga ilmagan bu g'alamizlar chuchvarani xom sanaganliklarini tushunib ham ulgurishmadi. Xalqimiz baxtiga sarhadimiz lojillari g'alaba qildilar. Lekin jang talofatsiz bo'lmadi. Bu mardu maydonda bir qancha o'zbek yigitlari vatan uchun aziz jonini fido etdilar. Bu prezident uchun katta yo'qotish edi. O'z farzandidan ayrilgan ota singari uning yuragini og'riq ezardi. Xalqi va prezidenti uchun qilgan qasamyodiga sodiq qolgan bu mard o'g'lonlar orasida Bobur G'aniyev ham bor edi. Farzand dog'ida qaddi bukilgan qahramonning onaizori Munavvar opa prezidentga maktub yo'lladi. Islom Karimov bu maktubni Oliy Majlisda o'qib eshittirdi. Bosqinchilarga qarshi janglarda aziz farzandlardan judo bo'lgan matonatli bir onaxonning yozgan xatidan o'qib bermoqchiman. O'g'limga bergan oq sutimdan ming roziman. Uning yosh umri zoya ketmadi. O'g'lim vatanni, xalqini himoya qilib jon fido etdi degan yurak so'zlari menga nihoyatda chuqur ta'sir qildi. Bizi